$100 ga Optim Scrap narxida nechta apparat olsa bo'ladi? Bitta ko'rsatib o'taman sizlar uchun. Bittadan like qilib, kanalga podpiska bo'lib qo'yasizlar. Birinchi o'rinda bo'shdan 4D lazerimiz, ikkinchisiga bo'sh 226 perforatorimiz, uchinchisiga bo'sh bolgarka, to'rtinchisiga bo'lsa bo'sh shurpayortimiz. Полный nabor atiga $100. Hammasini ochiq variantini bitta ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda 360 gradusli 4D lazerimiz bo'shdan bo'ladi. Ikkita batareyka, ochki, pult hamma narsasi chiqadi. Ikkinchisi bo'lsa bo'shdan 226 perforatorimiz, o'zini komplektdan bur, lapata, qozi, qo'shimcha patrollargacha chiqib turibdi. Uchinchisiga bo'lsa metal patrolli versochni shurpayortimiz, ikkita batareyka olib oladi, kачествоsi zo'ridan bo'ladi. To'rtinchisiga bo'lsa 120 tali bo'sh bolgarkamiz, katta motorlisidan и оборот legirovkalisidan bo'ladi. O'zini zashni ruchka hamma narsasi chiqib turibdi. Полный nabor atiga $100. Bunaqasi faqat stroy to'lisa bo'ladi. Pastda nomer qoldiraman, aloqa qilib ko'rasizlar. Videoga like bosib, kengroq tarqatib ko'rasizlar.